Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Men O'zbekistonimizni rivojlantirishda favqulodda holatda amaliy nazariy litseyi ishlarini yozib, ilmiy dissertatsiyalar yoqladim. Bu har bir O'zbekistonda yashovchi fuqarolarning vijdoniy burchi. Men Gipokrat qasamini ichganman. Insonlarga qo'limdan kelguncha birinchi yordamni berishga harakat qilaman va siyosiy masalalarni hal qilishda, tartib o'rnatishda o'z hissamni qo'shib kelyapman. Nimagaki boy tariximizni o'rganmaguncha kelajagimizni yarata olmaymiz. Bizni ota-bobolarimiz bizga boy tariximizdan ma'naviy boyliklar bilan birga ko'p meroslar, buyuklik genini ham qoldirgan. Bu hatto o'zbek nomi bilan, o'ziga bek ma'nosi bilan ko'rinib turibdi. O'zbek bo'lganimiz va O'zbekistonda tug'ilganimiz biz uchun buyuk sharaf va g'urur. Shunga asoslanib biz o'zbek ekanligimizni hech qachon, hech qayerda unutmasligimiz zarur va O'zbekiston dovrug'ini butun olamga sevinib jar solsak arziydi. Men kindik qonim to'kilgan yurtimni qo'limdan kelguncha gullab yashnashda va rivojlanishda, rekord darajasida yuksak marralarga chiqishda o'z jonimni ham fido qilishga tayyorman. Buning uchun hammani uyg'oqlik undadim. Nimagaki har bir va ogoh, sergak bo'lib, aqlimiz bilan o'zimizga ishongan holda kelajakka qadam tashladik. Bizni buyukligimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham o'zbek tilida o'zligini namoyon qildi. Bu kunlarga yetib kelish oson bo'lmagan. Qancha mehnatlar, puxta o'ylangan innovatsion g'oyalar, ota-bobolarimiz va o'zlarimizni qahramonliklarimizni amalda isbotini ko'rsatdik. Bu erishilgan muvaffaqiyatimiz biz uchun buyuk baxt va necha yillik orzularimiz mahsulidir. Buning uchun Allohga qancha shukronalar va hamd sanolar aytsak oz. Bu kunlarni ko'rish bizlarga nasib qildi. Ammo g'alaba qurbonsiz bo'lmaydi. Koronavirus kasalligi tufayli qancha insonlar hayot bilan vidolashdi, yana qancha insonlarni hayotini qutqarib qolishga erishdik. Allohning irodasi. O'tganlarni Allohim o'z rahmatiga olsin. Bu favqulodda vaziyatda tibbiyot xodimlari bilan harbiylar ko'rinmas ajal bilan, sabr, toqat va iroda, aql bilan kuchli kurashdi. Buning uchun favqulodda vaziyat siyosatini to'g'ri yuritib, yurtimizni va butun dunyoni ocharchilikdan, koronavirus kasallikdan, ishsizliklarni oldini olishdan to'g'ri yo'l tutib, yanada rivojlanishda samarali natijalarga erishdik va amalda raqamli sistema bilan ulkan yutuqlar bilan erishilgan muvaffaqiyatimizni yana bir bor isbotladik. Chet el davlatlari ichida eng yaxshi natijalarga erishish bilan o'zbek nomi bilan ibrat bo'ldik va tarix sahifalariga faxr bilan muhrlandik. Bu bilan buyuk ajdodlarimiz qoni tomirimizda oqayotganini va ruhimizda ularning ilohiy kuchi jo'sh urayotganini har tomonlama isbot qildik. Endi men yana bir muammo to'g'risida har bir sohada raqamli sistemaga o'tganimizdek, internet tarmoqlaridagi tartibsizliklarga e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Nimagaki internet siyosati, madaniyati va ma'rifatni rivojlantirish uchun juda ham muhim rol o'ynaydi. Chunki bu ahvolni butun dunyo ko'radi va eshitadi. Biz bu borada siyosiy muzokaralar yuritishimiz muhim va ma'muriy jinoiy jazolar o'z vaqtida ko'rilmasa, ertaga jinoiy fojialarni guvohi bo'lamiz. Til suyaksiz, har ne kelsa tilingdan kelur deganlaridek, ayrim insonlarni boshiga yetyapti tili. Bu nimadan dalolat beryapti? Ko'rinib turibdiki, ayrim insonlarning madaniyat borasida tushunchasi past ekanligi va aql doirasi tor ekanligi ko'zga tashlanyapti. Bu juda ham achinarli ahvol. Bizni bobolarimiz, madaniyat arboblari Alisher Navoiy, Bobur Mirzo, Jahongir Mirzo, Ogohiy, Imom Matrudiy, Imom Yassaviy, Imom Termuziy, Imom Buxoriy bobokalonlarimiz va qancha bobokalonlarimiz bizlarga shunday tarbiya berganmidi? Axir ular bizni to'g'ri yo'ldan adashmasligimiz uchun boy ma'naviy diniy meroslar qoldirgan edi-ku bizga. Biz bunday vaziyatda to'g'ri siyosat yuritishimiz hozirgi favqulodda holatlarda juda ham qo'l keladi. Bunga misol chet el davlatlaridagi protestlar,
o'zaro uyushtirilgan mitinglar, tartibsizliklar, madaniyatsizliklar ko'rinishi emasmi? Shunday insonlar borki, telefonda internet orqali, g'iybat orqali gunohga botib mo'may pul topishyapti va xalqni aqlini zaharlashyapti. Shunday ahvolga tushishga ayrim insonlarga ma'naviy va diniy o'quv yo'qligi ko'rinyapti. Ko'zimiz ko'ryapti, quloqimiz eshityapti, ammo aqlimiz uxlayapti. Aynan shu achinarli ahvol umuman hayotni o'zgartirib yubordi. Bunday ahvoldan hayratga tushdim. Men o'zim tarixni rivojlantirish, ilm-fan, madaniyat, ma'rifat, raqamli sistema, siyosat, iqtisodiyotni rivojlantirish, koronavirus kasalligini oldini olish reyslarini, to'g'ri siyosat yurishsa o'z hissamni qo'shdim. Buning samarali natijalarini dunyodan oldim. Hammaga o'rnak bo'ldik. Lekin ichki va tashqi siyosat biroz orqada. Sivilizatsiyani, insonlarni o'z ongida rivojlantirish uchun tarbiyaviy ishlarni qonunan amalga oshirishimiz muvozanatni saqlab qolishga yordam beradi. Bu siyosat bizni dunyo miqyosida madaniyat yuzasidan o'z o'rnimizni, kelajagimizni belgilaydi va ma'naviy bo'lishimizga erishamiz. Bu leksiyalarni yozishimdan maqsad faqat og'zaki emas, amalda yaxshi natijalarga erishish ham ma'nan, ham aql mukammallik bilan kelajakni yaratish borasida qo'yilgan ilk qadamlar edi. Bunga qancha mehnatlar, sabr-matonat, izlanishlar, bilimlar, duolar, orzu va armonlar, buyuk muvaffaqiyat qo'lga kiritildi. Bu kunlarga yetib kelish o'z-o'zidan bo'lmadi. Kimlardir bu natijalarni aqlan to'g'ri tushunadi va qadriga yetadi. Yana kimlardir beparvo na o'zligini tushunadi, na butun dunyoni o'z manfaati yo'lida har qanday jinoyatchilikka qodir. Eng katta fojia bu. Inson o'zligini unutsa. Bu dunyoda ularni qonun qayta tarbiya qiladi, ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Internet tarmoqlarini tartibga solish, siyosatini yo'lga qo'yishni va buning uchun jazolar o'z vaqtida tezkorlik bilan qo'llanishi joiz. Har bir aytilgan o'rinsiz gap yoki yozilgan tuhmat, g'iybat uchun Allohning oldida ham, bandasining oldida ham, qonun oldida ham javob berishga majbur qolishadi. Bu nafaqat ichki va tashqi siyosatni yaxshilashga, dunyo miqyosidagi mavqeyimizni oshiradi. Nimagaki butun dunyo internetdan foydalanadi. Axir har xil o'ylanmasdan, tushunmasdan yozilgan xabarlar o'zligimizga, milliyligimizga, buyukligimizga putur yetmaydimi? Internetdan faqat yaxshi, samarali, xayrli, ezgulik yo'lida, ilm-fan, tijorat, iqtisodiyot, siyosat rivojlantirish yo'lida foydalanish mumkin. Raqamli sistemaga o'tgan holda g'iybat yoki gunohga botish uchun emas. Har bir millatda ham yaxshi va yomon insonlar bo'lganidek, bundan faqat O'zbekistonning ichki va tashqi siyosati, balki butun dunyo global muammosi. Bunga biz o'zimizni salbiy fikrimizni bildiramiz. Biz bu yo'l bilan insonlarni internet tarmoqlaridagi tarbiyasini to'g'rilab, nafaqat jinoyatchiliklarni oldini olib qolgan bo'lamiz, balki gunohlardan ham saqlab qolishga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz va internet tarmoqlarida ham ilm-fan, ma'rifatga erishamiz. Internet tarmoqlaridagi bachkanabozliklarga ertaga ham insonlarning boshiga tushishi mumkin. Ko'ryapmanki, bu tartibsizliklar prezidentlarni ham, mashhur odamlarni ham chetlab o'tmayapti. Bunga ham chora-tadbirlar o'z vaqtida ko'rilishi, insonlarning dunyo qarashini o'zgartishiga yordam beradi. Bunday tartibsizliklarga, axloqsizliklarga chek qo'yadigan vaqt keldi. Ilm-fan to'g'risida axloqsiz videolar, noto'g'ri ma'lumotlar ko'payib ketyapti. Ayniqsa ayrim blogerlarning o'rinsiz ma'lumotlari, tajribasizliklaridan ko'rinib turibdi. Jurnalistikada tajribalar blogerlarga o'rgatilsa, o'quv kurslari ochilsa, qoidaga muvofiq ish bo'lar edi. Konstitutsiyaga ko'ra, internet siyosatini tartibga solish qonunga kiritilishini so'rayman. O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining javobi. Vazirlik sizning 2022-yil 16-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga yo'llagan murojaatingizni o'rnatilgan tartibda o'rganibdi va quyidagilarni ma'lum qiladi.
Siz murojaatda keltirgan axborot xuruji va axborot urushi avj olayotgan bugungi kunda internet tarmog'ida foydalanish madaniyatini yanada yuksaltirish, bu borada mamlakatimiz fuqarolarining, ayniqsa yoshlarni internet orqali turli yot g'oyalar ta'siriga qolmasligi, ularni axborot makonidagi kiber g'oyalar, demokratik davlat tamoyillariga qarshi kiritilgan begona qarashlardan asrashimiz to'g'risidagi fikrlaringizni o'rinli deb hisoblaymiz. Hozirgi zamon axborot makonidan internetning juda keng imkoniyatlaridan kelib chiqishini aytish mumkinki, O'zbekistonda axborot olish, saqlash, foydalanish va tarqatishning umumiy manfaat va umumiy taraqqiyot nuqtai nazaridan boshqaruv mexanizmini yaratish, uning mohiyati va unsurlarini chuqur anglash zarur bo'lib qolmoqda. Ana shu hayotiy ehtiyojdan kelib chiqib, axborot sohasida milliy xavfsizlikni ta'minlash tizimini yaratish alohida muhim ahamiyatga ega. Axborotlashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuniga muvofiq, shuningdek, butun jahon internet tarmog'ida axborot xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish, axborot sohasida shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini muhofaza qilish maqsadida butun jahon internet tarmog'ida axborot xavfsizligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining VMQning 707-son qarori qabul qilingan 05/09/2018 yilda. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan tarqatilishi taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan internet tarmog'i veb-saytidan va yoki veb-sayt sahifalaridan foydalanish cheklash tartibi to'g'risidagi nizom. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan tarqatilishi taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan internet tarmog'i veb-saytidan va yoki veb-sayt sahifalaridan foydalanish cheklash sxemasi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berishning alohida shartlariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom. Web-sayt va yoki messenger sahifasi egasi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan tarqatilishi taqiqlangan axborotlarni olib tashlash to'g'risidagi xabarnoma yuborish tartiblari belgilangan. Siz murojaatda asosida keltirgan internet tarmog'idagi shaxs qadr-qimmatini kamsitish, unga tuhmat qilish hamda internet tarmog'i orqali yolg'on axborot tarqatganligi uchun jazo muqarrarligi Jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismida haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasddan tahqirlash, basharti shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan tarzda, shu jumladan ommaviy axborot vositalaridan telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirishi orqali haqorat qilish BXMning 200 baravaridan 400 baravargacha miqdorda jarima yoki 240 soatdan 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 1 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi deb o'z aksini topgan. Axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi tomonidan quyidagi hollarda veb-saytga va yoki veb-sayt sahifalarga cheklash o'rnatilishi belgilangan. Birinchi, O'zbekiston Respublikasining mavjud konstitutsiyaviy tuzumini hududiy yaxlitligini zo'rlik bilan o'zgartirishga da'vat etish. Ikkinchi, urush, zo'ravonlik va terrorizmning shuningdek diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalarini targ'ib qilish. Uchinchi, davlat siri bo'lgan ma'lumotlarni yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirni oshkor etish. To'rtinchi, milliy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atuvchi, shuningdek fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatiga yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi, ularning shaxsiy hayotiga aralashishiga yo'l qo'yuvchi axborotni tarqatish. Beshinchi, giyohvandlik vositalari, ularning analoglari, psixotrop moddalar va prekursorlarni
vakolatlarni targ'ib qilish. 6. Pornografiyani targ'ib qilish. 7. Qonunga muvofiq jinoiy va boshqa javobgarlikka sabab bo'ladigan boshqa harakatlarni sodir etish. Mamlakatimizda fuqarolarni axborotni olish va tarqatishga doir konstitutsiyaviy huquqlarni ro'yobga chiqarish, ularga internet jahon tarmog'i hamda uning axborot resurslaridan foydalanish, tegishli axborotni ijtimoiy tarmoqlarda erkin joylashtirish, so'z va matbuot erkinligini ta'minlashda bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Yoshlar va bolalarni zararli axborotlardan himoya qilish maqsadida yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi, bolalarni ularning sog'ligiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi, axborot erkinligining prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunlar qabul qilindi hamda mazkur qonunlarga rioya etilishi yuzasidan vazirlik o'z vakolati doirasida salmoqli ishlar amalga oshirilayotganini ma'lum qiladi. Murojaatni o'rganib ish natijasidan norozi bo'lsangiz, o'rnatilgan sud organlariga murojaat qilish huquqiga egasiz. Vazir o'rinbosari D. Rustamov.